Bochkaga solib tuzlab qo'yilgan tadbirkor otaxondan norozi. U nega karomlar bilan bochkaga solib tuzlab qo'yildi? Buni hozir bilib olamiz. Kalom olgani magazinga chiqib ketuvdim. Kezam, uyimda kasım-shimli odam o'tiribdi. Ke bolam nima bo'ldi desam, uyingizni bizamiz deydi. O'rniga deydi 16 etajli dom quramiz deydi. Aha, keyinchi Sizga deydi 16-etajdan deydi bir xonali dom beramiz deydi. mana shu paytda otaxonni fig'oni falakka chiqadi va asablarini jilolay olmaydi. 15 sotuli uyimni bizarmishdi. 16-etajdan menga bir xonali dom berarmish. Siz unga nima dedingiz? Menga qara dedim-da. Shu otamdan qolgan 15 sotuli yerni shu domingga berib qo'yamanmi dedim. Qurishingga dedim. Men shu karomni oldim deb boshiga qarab, Biz otaxondan mana shu zarbani bizga ham ko'rsatib bera olasizmi deganimizda otaxon bajonidir rozi bo'ldilar. Voy bilat. Shoh ham negativlar singari bizga xalaqit beryapti. men 16-etajda dunyoni tomosha qilib o'tirsam, sen bochkaning ichida enigini tomosha qilib o'tirgin dedim-da. Men shu karom bilan boshiga qarab soldim. Mana shu paytda hushidan ketgan tadbirkorni otaxon ko'taradi va bochkaga solib, karom bilan qo'shib tuzlab qo'yadi.